AQSh va Isroilning Eronga qarshi boshlagan urushi 3-haftadirki davom etyapti. AQSh prezidenti Donald Tramp esa urushning ilk kunida harbiy harakatlar 2 hafta davom etishini aytgandi. Ammo endi u urushdan chiqish yo'lini topa olmayapti. U ilk bayonotlarda bayon qilgan maqsadlardan birortasiga erisha olmadi. Rejim o'zgarmadi, Eronning yadroviy va raketa dasturlarini to'xtatmadi, hamon harbiy salohiyatni saqlab qolmoqda. Eronga allaqachon jiddiy zarar yetkazildi. Iqtisodiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham, mudofaa qobiliyati nuqtai nazaridan ham. Ammo u amalda Hormuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovini to'sib qo'yishga muvaffaq bo'ldi va shu bilan jahon neft tranzitining taxminan 5dan 1 qismini falaj qildi. Bu esa neft narxining sezilarli darajada oshishiga olib keldi. AQSh va Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvda g'alaba qozonish imkoniyatiga ega bo'lmagan Islom Respublikasi ular uchun urush bahosini oshira boshladi. Xususan ko'plab qo'shnilariga hujum qilib, butun Yaqin Sharq va jahon bozorlarida beqarorlik keltirib chiqarish orqali mojaro ko'lamini kengaytirdi. The New York Times nashri yozishicha, Trampda kelgusidagi harakatlarning ikkita asosiy varianti bor. Yoki Eronda do'stona yoki hech bo'lmaganda kelishuv, rejim o'rnatishgacha bo'lgan kattaroq maqsadlarga erishish uchun harbiy harakatlarni davom ettirish yoki mojarodan chiqish. Agar Tramp urushni davom ettirishga qaror qilsa, zaiflashgan bo'lsa-da, hamon xavfli bo'lib qolayotgan dushman bilan kurashishiga to'g'ri keladi. The New York Times'dagilarning fikricha, Tramp ma'muriyati Eronga hujumning ko'plab oqibatlarini oldindan ko'ra olmagan. Oyatulloh rejimi har qanday yo'l bilan himoyalanishga tayyorligini va uning jahon iqtisodiyotiga zarar yetkazish qobiliyatini yetarlicha baholamagan. Ziddiyat davom etishi kutilmagan oqibatlar ko'proq bo'lishi xavfini tug'diradi va oxir oqibat vaziyat nazoratdan chiqib ketadi. Trampning AQShdagi tarafdorlari orasida ham xavotir hissi kuchaymoqda, chunki ko'pchilik unga mamlakatni yangi urushlarga tortmaslik haqidagi va'dalar uchun ovoz bergandi. Ammo Tramp mojarodan jiddiy yo'qotishlarsiz chiqib keta olmaydi. Uning uchun hech bo'lmaganda siyosiy oqibatlar bo'ladi. U urush boshida aytilgan maqsadlarning birortasiga ham erisha olmadi. Eron yadro qurolini yarata olmasligiga hali ham kafolat yo'q. Ko'plab yadroviy obyektlar bombardimon qilindi, ko'plab mutaxassislar o'ldirildi, ammo infratuzilmani tiklash mumkin. Bundan tashqari Eronda yuqori darajada boyitilgan uranning katta zaxiralari qolmoqda. Taxminlarga ko'ra, ular 10 ta yadroviy kallak yaratish uchun yetadi. Ularni ishlab chiqarish vaqt va sa'y harakatlarini talab qiladi, ammo Eronda bunday imkoniyat saqlanib qolmoqda. Islom Respublikasining raketa arsenali sezilarli darajada qisqarib ketgan. Uni to'ldirish imkoniyatlari sezilarli darajada cheklangan. Dengiz kuchlari deyarli butunlay yakson etilgan, ammo Eron hali ham boshqa mamlakatlarga tahdid solishga qodir. Oyatulloh rejimi o'z yetakchisi Ali Xomeneydan mahrum bo'ldi, ammo uning o'rnini o'g'li Mujtabo Xomeney egalladi. Uning asosiy tayanchi Islom inqilobi muhofizlari korpusi hamon mamlakatdagi yetakchi qurolli kuch bo'lib qolmoqda. Birinchisi holdan toydirish urushini davom ettirish. Mojaroning tugashi bog'liq bo'lgan asosiy omil o'q-dorilar zaxirasi. Bu Eronda raketa va dronlar, AQSh va uning ittifoqchilarida havo hujumidan mudofaa tizimlari. Bu ssenariyda AQSh Hormuz bo'g'ozida kemalar qatnovini himoya qilishni tashkil etishi, hech bo'lmaganda tankerlarni, raketa va dronlarni urib tushira oladigan kemalar bilan qo'riqlashi kerak bo'ladi. Tramp shu kunlarda ittifoqchilarni bunday missiya uchun kemalar yuborishga chaqirdi, ammo Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Janubiy Koreya allaqachon rad javobini berdi. Hormuz bo'g'ozidagi kemalarni himoya qilish favqulodda murakkab taktik vazifa deya qayd etadi The Wall Street Journal. Bo'g'oz juda tor, marshrutlarni oldindan ko'rib turish mumkin. Uning Oman sohillari tomonidagi qismi sayozlik bo'lgani tufayli kemalar faqat Eron sohillari tomonidan suza oladi. U yerda esa tankerlarga juda kichik kuchlar bilan ham hujum qilish mumkin bo'ladi. Bunday hujumlarga qarshi turish uchun esa aksincha katta miqdordagi kemalar guruhini hamda havo kuchlarini jalb etish talab etiladi.
Holdan toydirish urushning bu uchastkasida Eron yaqqol ustunlikka ega. Voqealar bo'yicha ikkinchi ssenariy. Donald Trampning urush tabiatini o'zgartiradigan qandaydir radikal qaror qabul qilishi bilan bog'liq. Masalan, Fors ko'rfazidagi Xarx oroli quruqlik kuchlari tomonidan egallab olinishi mumkin. Eronning deyarli barcha neft eksporti aynan shu joy orqali amalga oshiriladi. Agar Islom Respublikasi undan mahrum bo'lsa, bu uning uchun eng og'ir zarbaga aylanadi. Shuningdek, yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini qo'lga kiritish va olib chiqish uchun Eronga maxsus kuchlar yuborish g'oyasi muhokama qilinmoqda. Ikkala holatda ham AQSh harbiylari katta xavf ostida qoladi va shu bilan birga ikkala holatda ham Eron taslim bo'lishi kafolatlanmaydi. Pentagon amaliyotni muvaffaqiyatli deb hisoblayapti. AQSh va uning ittifoqchilari havoda to'liq hukmronlikka erishdi. Eron raketalari va uchirish qurilmalarining katta qismini yo'q qildi. Shuningdek, flotning asosiy qismini cho'ktirib yubordi. Eron amalda aviatsiya va havo hujumidan mudofaa kuchlaridan ham ayrildi. AQSh Yaqin Sharqdagi harbiylari sonini oshirishda davom etyapti. Mintaqaga 2500 nafar atrofida dengiz piyodalari va yana bitta aviatashuvchi zarbdor guruh yo'llangan. Bu allaqachon shu yerda bo'lib turgan ikkita aviatashuvchi guruh hamda taxminan 50 ming kishilik Amerika harbiylariga qo'shimcha kuch bo'ladi. Urush boshidan buyon 2100 dan ortiq kishi halok bo'lgan. Qurbonlarning aksari eronliklar. Eron rasmiylariga ko'ra halok bo'lganlardan 1300 nafardan ortig'i tinch fuqarolardir. Amerika armiyasining yo'qotishlari esa 13 kishini tashkil etmoqda.